Salom bolalar, yana sizlar bilan o'sha Mafia Minecraft. Bugungi video juda qiziq bo'ladi. O'shaning uchun bolalar like bosib esingizdan chiqarsin bolalar. Chunki biz oy oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak bolalar. Unda videoni boshladik bolalar. Короче bolalar, biz bu polizimizga qarab qo'yish kerak. What the fuck bolalar, bu bino qatdan keldi? Juda yo'q edi-ku bu bino. What the fuck bolalar? Mana polizim короче bolalar. Alloh bolalar, bizda bunaqa bino yo'q edi. Merdan so'rayman, mer hamma narsani biladi. Assalomu alaykum mer. Ha, salom Rafiya. Qandaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Короче, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Mana bu uyingizni oldidagi bino kimniki? Ha, uni men yaqinda o'zim qurdirdim. Ha. Короче, Rafiya, sendan bitta iltimos qilmoqchi edim. Menga 20 ta daraxt bilan 20 ta tosh terib ber. Ha, mayli, hozir mer. Voy bolalar, yana ishmi? Endi o'tiramiz deganimizda sizlar bilan yana ish bolalar. Ovqatimizdan yevoraylik. Bo'ldi, endi ketdik. Daraxt bilan toshkent bilan bo'ldi, endi ketdik. Ketdik, birinchi daraxtga boramiz. Daraxtimiz siz borib daraxt yig'ib kelishimiz kerak bolalar. Mana daraxtimiz. İşte böyle bolalar. Bo'ldi, endi mana bu daraxtni olamiz. Bu yerga любой daraxt olib borsak bo'laveradi. Qorami, ichkarangmi? O'shaning uchun любой daraxt olib boraman. Mana bu buni bor ekan. Daraxt. Mana narigi tarafda daraxt bor. Narigi tarafga o'tamiz. Voy, suv bizda ekan. Voy bolalar. Voy. Yomon suv bizda ekan bolalar. Voy, yomon suvga ketdim bolalar. Bo'ldi ketdik. Voy. Suv bizda ekan bolalar, bo'lib qolish kerak. Voy. Suvga ketdim bolalar. Olmadim. Bo'ldi. Olmadim. Voy, yomon bo'lib ketdim bolalar. Endi mana bu qomimizdan tosh teramiz. Ne bolalar, mana başda tosh terishimiz kerak. Bu ko'mir olishimiz kerak bolalar. Ko'mirlar bu tosh ko'p ekan bolalar. Ko'mir xos shart emas. Siz bu yerga olib borsak, menda bitta reja bor bolalar. Mer, qarchi, men bitta ochib qo'yay deymanda, keyin mer 100% qoplaydi. Ketdik bo'ldi endi. To'g'ri, bu yerga o'tiramiz. Birinchi uyimizga kirib,
bir kirka bilan ko'klamni, boltani joyiga qo'yib qo'yishmoqda. Mana ketdik endi. Zo'r video bo'lyapti bolalar. Yoqayotgan bo'lsa bitta like bosamiz bolalar. Men man 20 ta daraxt bilan 20 ta tosh olib keluvdim. Sandiqqa solib qo'yaveraymi? Ha, sandig'imga solib qo'yaver. Hop. Mana o'zlarining 20 ta daraxt, 40 ta daraxt bilan safga tosh ekan. Rafiya, to'xta. Ha, ber. Короче, senga anavi binoni ochishga ruxsat beraman. Rostdan ber. O'zi uni ichida senga sovg'a bor edi. Rostdan. Pulni olib boraman men. Bolla eshitdinglarmi? Bizga sovg'a bor ekan, mana buni ichida. Qani. What the fuck? Sandig'i bor ekan, mana buni kim qo'ygan? What the fuck, bolla? Вообще ko'p o'tdi. What the fuck? This is oltinlarni yig'ib olishimiz kerak. Merimiz bizga berdi bu oltinlarni bolalar. Вообще ko'p ekan. Bularni hammasi necha stakdanigina. Sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 7 bilmayman bor. Bolalar zo'r bo'ldi lekin birga fadik bo'lib olib bolalar topchi. Men sizga rahmat. Ha, o'zingga ham rahmat. Sen bizlarni qishlog'imizni himoya qilasan. Shuncha o'zingga ham rahmat. Ha, mayli, men ketdim. Men rahmat aytishga. Bo'ldi, bolalar ketdik. Mana buni qaranglar. Shunday ko'rib qolaman bolalar. Sizga ham olmoqchilar qaranglar. O'zimni mashina olaman deb yuruvdim. Endi olaman bolalar, mazza bo'ladi. Tushsin. Siz men bilan savolishimiz kerak bolalar. Keyin qornimiz ochib ketdi. Nimadir yeb olamiz bolalar. Nimadir olib kelamiz. Chunki har doim olma bilan tarvuz yeyverib odam ezilib ketdi bolalar. O'shaning uchun nimadir olib kelamiz. Qimillab ketdi telefon bolalar. Bolalar mashina oti nima? Diamond ekan. Izmrut ekan bilasizmi? Lekin bolalar bularning narxi qimmat bo'lsa kerak. Deyapti, nimadir olib kelamiz. Dedarimiz. Qo'llarga ketdik. Hozir go'sht olib kelamiz. Qo'yib kelamiz. Qo'yib kelamiz. Yo'q-ku. Yo'q, biz ochiq go'shtni yemaymiz. Go'sht bor, mana bor ekan.
Y- Bo'ldi bolla. Bo'ldi bas yetadi bizga. Katta go'shtlar yeymiz bolla. Уже qornimiz ochib ketibdi. Tezroq bolla aniq qilishimiz kerak. Endi buni mana ko'mirlar tayyor bo'libdi. Mana bunda bo'ladi shu. Zo'r bo'ldi bolla lekin. Endi mana ko'mirlarni qo'yib qo'yishimiz kerak. O'zi boya bekor ko'mir olmay, ko'mirim shuncha bor ekan. Uni pishtirmagan qachon pishadi? Bo'ldi, yeb olamiz bolla. Yeb olishimiz kerak. To'ymadi bolla. Bitta tarvuz yemasa, yo'q, tarvuz emas. Yeymiz. Evet, tarvuz yeymiz. Va inventarga tushirib bo'ldi bolla, Короче, bolla, sizlar bilan Rafiya Minecraft bo'ldi. Sog' salomat bo'lasizlar. Podpiska va like bosish esingizdan chiqmasin bolla. Iltimos sizlarga, chunki biz oy oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak bolla. Iltimos sizlardan bolla, podpiska va like bosasizlar bolla. Xayr bolla. Bizimiz ham chiqib ketdi bolla. Xayr, podpiska va like esingizdan chiqmasin.